80-90 kilo ozmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga mana shu mahsulotlarni tavsiya qilaman qizlar. Hozir tushuntirib o'taman. Qaranglar, detoks bu sizda ortiqcha yog'laringizni, jirlaringizni erishga yordam beradi va organizmdagi shlak toksin unsurlarni chiqartirib beradi. Bu birinchi qadam ozishda. Ikkinchi qadam bizda обязательно bu drenaj, объем отеklaringizni ketkazadi, shlak toksinlarni tozalaydi, почкалаringizni yuvadi, объемlaringizni korreksiya qilib beradi, figurangizni, ya'ni chiroyli qilib beradi bu. Uchinchi mahsulotimiz bu albatta eng zo'r волшебный mahsulot. Bilasizlar, bu uchib ketadi o'zim prosim. Ishtahani zo'r kontrol qilib bo'g'ib beradi. Ya'ni buni ovqatdan oldin ichsangiz, уже to'qlik hissini beradi. Shuning evaziga siz ovqatni kam iste'mol qilasiz. Keyingisi bu kollagen обязательно qizlar, bu osilmasdan ozishingizni ta'minlab beradi va zo'r ozish uchun mana shu naborimiz. Agar sizda уже 60 dan yuqori vес bo'ladigan bo'lsa, faqatgina mana shu 4 ta mahsulot bilan zo'r ozishingizga kafolat beraman.